Assalomu alaykum savatdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 12-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda sulasi mazid boblar bilan tanishib chiqdik. Uningdan ilgirki darsda biz sulasi mujarrad boblar bilan tanishib chiqqan. Biz sulasi mazidni, ya'ni 3 harfga ortib qo'ygan fe'lni, bir harf ortib qo'ygan fe'l, 2 harf ortib qo'ygan fe'l va 3 harf ortib qo'ygan deb nechaga bo'ldik? 3 ga bo'ldik. Bir harf ortib qo'ygan fe'lni qancha bob dedik? 3 bab dedik. 2 harf ortib qo'yganni 5 bab dedik. 3 harf ortib qo'yganni 4 bab deb jami 12 bab degandik. Endi biz bugun rubai fe'llar bilan tanishamiz. Endi bu rubai fe'llarning o'lchami mazid va mujarrad deb ayriladi. Oldin bilan biz bugun o'qimoqchi bo'lganimiz rubai mujarrad. Bismillahirrohmanirrohim. Awzan rubaiyul mujarrad va mulhaqatihi. Mujarrad rubai mujarradninki vaznlari va uning mulhaqatlarining vaznlari deydi. Oldi bilan rubai mujarrad degan nima deganda asli 4 harflik bo'lgan fe'l. Buning qancha bobi bor? Faqat buning bir bobi bor. Rubaiyul mujarrad vaznun vahid. Rubai mujarradning bir bobi bor. Qaysi? Fa'alala yufa'lilu fa'alalatun fi'lalan. Mushu bob. Buni o'lchaydigan fe'llar dahraja, darbaha deganga o'xshaydi. Dahraja yudahridu, dahrajatan, dihrajan. Mushu bo'yicha buni turlaymiz. Buning alomati qanday? Bu 4 harflik bo'ladi. 4 harfning hammasining bo'ladi, asli bo'ladi. Mushu buning alomati. Deydi, uning alomati ayyakuna madihi ala 4 ahruf bi ayyakuna jami'u hurufihi asliya. Uning mazisi 4 harf, uning harflarining hammasining asli bo'lishidan birga. Ya'ni uning alomati mazisining 4 harf bo'lishi, u harflarning hammasining asli bo'lishi bilan birga. Va bina'uhu lita'addiyati g'aliba. Hamda uningki ko'pincha hollarda nima qurilgan bo'ladi deganda, ko'pincha hollarda bu mutaaddi ma'ni ifodalaydi. O'timlik ma'ni ifodalaydi. Masalan, dahraja zaydun al-hajara desak, zayd toshni do'milatdi. Degan maf'uldan kelmasak, ma'ni qanday bo'lmaydi? To'liq bo'lmaydi. Zayd do'milatdi desak, nima do'milatdi? Ba'zida lozim nima uchun ifodalaydi? Masalan, darbahar rajulu desak, odam beshini tuvan qildi degan bo'ladi. Ya'ni ta'arasahu deganga beshini qanday qildi? Tuvan qildi degan bo'ladi. Darbahani ma'nosi beshini tuvan qildi. Bu lozim. Endi biz rubai mujarradning bir bobi bilan tanishib bo'ldik. Uning faqat qancha bobi bor ekan? Bir bobi bor ekan. Hamda mulhaqat qancha bob? 6 bob. Oldi bilan. Bu mulhaqat deganim degan gap deganda biz sulasi o'rgandik, sulasi mazid o'rgandik, hamda rubai qildik. Hamda rubaining mulhaqati deganimiz asli 3 harflik. Uningga bir harf ortib qo'yib qolgan fe'lni biz deymiz, buni rubai qo'shamiz. Asli 3 harflik, uningga bir harf ortib qo'yib 4 harf bilan kelgan bo'lsa, biz buni deymiz rubaining mulhaqati deymiz. Unda bo'lsa, bu asli 3 harfga bir harf ortib qo'yib qolganni, 2 harf ortib qo'yib qolganni, 3 harf ortib qo'yib qolganni biz sulasi mazid deb o'rgangan. Nima uchun bu yerda biz bu fe'lni yangidan bir gap qilib 3 harflik uningga bir harf ortib qo'yib qolsa, uni biz sulasi mazidninki bir harf ortib qo'ygan turiga qo'shmay, nima uchun biz uni mulhaqat rubaini mulhaqat deb ataymiz deganda, bu asli 3 harflik bir harf ortib qolgan. Ammo buning masdari rubaining masdaridan o'xshash. Rubaining masdaridan o'xshash bo'lganligi uchun masdar jihatda biz buni sulasimi demay, rubaimi demay, mulhaqat rubai deb atagan. Bu bir qoida. Masdar o'xshash bo'lganligi uchun rubai mujarrad bilan buning masdar o'xshash bo'lganligi uchun biz buni mulhaqat rubai deb atagan. Masalan, buning 6 bobi bor. Birinchi bob fa'ala yufa'lu fa'alatun fi'alan. Qaraydigan bo'lsak, fa'ala yufa'lu. Buni hawqala yuhawqilu hawqalatun hawqalan desak, bu yerda hawqalatun dahrajatun. Qarang, dahrajun. Fa'ala fa'alala. Demak, buning masdari yuqorida biz o'rgangan rubai mujarradning masdariga o'xshash. Bular bu sarf ulamada ixtilof yo'q. Birdek o'xshashi, masdar ikki xil chiqdi buningda. Birisi fa'ala, birisi fa'al. Ma fa'ala mutlaq o'xshash.
Feyalen köpince Allah'da okşaş çıkıyordu ama birincisi asas bunun da. Demek bu mulhaqatning mulhaqat atılışının sebebi bunun mesleri rubai mujarratning meslidan o'xshash o'lchamda chiqib qolg'achqa biz buni rubaining mulhaqat deb atadik. Masalan, hawqalatun dahrajatun. Shakl jihatda qanday harf jihatda o'xshash, o'lcham jihatda o'xshash. Shunga bu mulhaqat rubai deb ataladi. Hawqalatun jawrabatun, dahrajatun, darbaqatun o'xshash. Bunun alameti qanday deganda ayyakuna madihi ala arba'at ahruf bi ziyadati al-waw bayna al-fa'i wal 'ayn. Onun alameti 4 harf bo'ladi. Fa bilan 'aynning o'rtasida voni ziyoda qilish bilan. Ya'ni fa bilan 'aynning o'rtasida vo ziyoda keladi. Buningdagi ziyoda harf qaysi? Vo. Jami qancha harf bo'ladi? 4 harf bo'ladi. Bu faqat lozim ma'nini ifodalaydi. Masalan, hawqala zaydun desak, zayd la havla va la quvvata dedi degan gap. Hawqala deganimiz la havla va la quvvata dedi degan gap. Bir odam la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim desa hawqala deb qilgan bo'ladi. Hawqala degan bo'ladi. Bunun ikkinchi bobi fa'vala yufa'vilu fa'walatun fi'walan. Qaranglar, buning da masdarichi rubai mujarradga o'xshash. Dahraja yudahriju dahrajatun dahrajan. Qaranglar. Dihrajan fa'wala yufa'vilu fa'walatun fi'walan. Qaranglar. Fa'walatun fi'walan dahrajatun dihrajan o'xshash. Demak, masdar qanday o'xshash? Rubai mujarradga. Masalan, jahwara yujahwiru jahwaratun jihwaran. Endi buning alomati chu deganda, uning mazisi aynlarning o'tirisida voni ziyoda qilishdan 4 harf bo'lish. Uni qurilmasi faqat mutaaddilan chu ifodalaydi, lozimni ifodalamaydi. Masalan, jahwara degan ulug' o'qidi degan gap bu. Zayd ulug' o'qidi. Nimani? Qur'onni. Zayd Qur'onni ulug' o'qidi degan. Al-babu thalith. Endi bu mulhaqatu rubaininki 3-bobi. Fay'ala yufay'ilu fay'alatun fi'alan. Xuddi baytara yubaytiru baytaratun bitara deganga o'xshagan. Uning alomati mu fa bilan aynning o'rtasida, ya'ni qarab baqilgan bo'lsak, nima arif tutgan? Fa o'zining harfi, ayn o'zining harfi, lam o'zining harfi. Ya arif tutgan deymiz. Ya'ni fa bilan aynning o'rtasida arif tutgan, ya arif tutgan deymiz. Bu nimaga qo'ludi deganda, bu faqat lam mutaaddi qo'ludi. Baytara degan gap ushladi degan gap. Baytara Zaydun al-qalama desa, Zayd qalamni qanday qildi? Ushladi degan bo'ladi. 4-bab fa'yala yuf'ilu fa'yalatun fi'yalan. Qaranglar, buning masalasi uchun o'xshash. Fa'yalatun dahrajatun. Xuddi asraya asyara. Bunday oz qo'llangan so'zlar shu odamning tilini tashkil qiladi. Uning alomati qanday desa, aynul lam lamning o'rtasida ya'ni ziyoda qilish bilan 4 harf bo'lish. Bu lozim o'qiladi. Asyara degan gap ko'rindi, oshkor bo'ldi degan gap. Asyara Zayd degan Zayd ko'rindi, oshkor bo'ldi degan. 5-si mulhaqatning fa'lala yufa'alilu fa'lalatun fi'lalan. Bu o'xshash. Dahraja yudahriju dihrajan. Jalbaba. Jalbaba. Masalan, ayyakuna buning alomati nima desa, bu fi oxirida fi'lining lamining jinsidan bir harfni ziyoda qilish bilan mozisi qancha harf bo'lish? 4 harf bo'lish. Ya'ni oxirdagi lamning barobarida lamning jinsidan bo'lgan bir harf qanday qilib ortiq qilinadi? Jalbaba, jalaba, jalab qildi degan gap shunday-ku. Jalbaba Zaydun Amran degan o'xshash. Bu nima qildi? Mutaaddilik ifodalaydi. Jalbaba Zaydun Amran. Zayd Amrni jalb qildi. 6-si fa'la yufa'li fa'layatun fi'laun. Dahraja ham mujarrad rubaiga o'xshash masdari. Fa'layatun dahrajatun fi'laun dihrajun o'xshash. Buningda faqat bir dona fe'l so'zlangan ekan, buningda boshqa fe'l yo'q ekan. Balkim buningda boshqa fe'l bo'lmasligi mumkin, balkim nadir so'zlar bo'lishi mumkin. Ishlatish, qo'llanish jihatda nayt az. Salqa, bum salqa deganga o'xshaydi.
أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الياء في آخره. بمو آخرda yani زيادة قilish bilan 4 harf bo'ladi. Bumi lozimni ifodalaydi. Mananga attira degan yuqoriqning misol keltirib xato yozilib qolibdi. Bu salqa zaydun deganga o'xshaydi. Endi bu 6 bab qanday bab dedik? Mulhaqat rubai dedik. Ve yuqal li hadihi sitte deyiladi bu 6 bab uchun al-mulhaq bir-rubai al-mujarrad. Rubai mujarradning mulhaqlari deb ataladi. Endi ilhaq degan nima degan gap esa ittihad al-masdari, ikkisining masdarining biri bo'lishi. Ya'ni rubai mujarrad bilan bu mulhaqningki masdarining qanday bo'lishi biri bo'lishi. Ya'ni mulhaq qaysi? Bu 6 bab. Mulhaqun bi. Biz bu 6 babni nimaga qo'shdik? Rubai mujarrad qo'shdik. Unda bo'lsa mulhaqun bi bo'ladi. Hawqala, jahwara, baytara, atyara, jalbaba, salqaya hammasinin babi nima? Dahrajaga o'xshashdan bir babi. Masdar. Mana bu rubai mujarradning babi va uning mulhaqatlarining babining bayoni. Hammasini buni tushungan bo'lsanglar, tuvandagi ko'nikmadagi fe'llarningki vaznini bayon qilamiz. Qam ana yutaminu qaysi babdan mulhaqtumu yoki rubai mujarradtum jawraba saytara salqa jalbaba. Ama salqani so'zliq bu yerda boshqa misol topolmag'ach qolman. Mana shuni keltirib qo'ydim. Bunga mas vaznlarni yozibsizlar. Endi biz rubai mujarrad va mulhaqat bilan tanishib chiqdik. Endi biz rubai mazid va mulhaqat bilan tanishib chiqamiz. Yanqasimu rubai mazid ila qismayn. Rubai mazid ikki qismga bo'linadi. Mazida fihi harfun wahid va mazida fihi harfan. Uningda bir harf ortiq qilingani va uningda ikki harf ortiq qilingani. Birinchi turi va huwa mazida fihi harfun wahid. O uningda bir harf ortiq qilingani u bir bab. Al-babul awwal. Birinchi bab tafa'ala yatafa'alu tafa'alulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'alulan. Buningda bir harf ortiq qilingan qaysi? Ta'dir misrasi. Dahraja shundoq ta ortiq qilingan. Uning alomati qanday deganda uning mazisi 5 harf bo'ladi, 5ida ta'ni ziyoda qilish bilan. Bu mutawaa ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni tadahrajasi dumulab ketdi. Mutawaani ma'nosi so'zlab bo'lgan dumulab ketdi. Dahraja bo'lsa dumulatdi. Dahraja bo'lsa dumulab ketdi. Masalan, dahrajatul hajara fatadahraja. Toshni dumulatdim, dumulab ketdi. İkincisi, ya'ni rubai mazidning ikkinchi turi qaysi? 2 harf ortiq bo'ladi. Bu qaysi bab? Va huwa baban. Bu 2 bab. Birinchi bab if'an lala yaf'an lilu if'illalan. Endi bunun qaysi harflar ortiq ketdi? Fa'dan ilgari alif, ayndan keyin nun. Qarab baqadigan bo'lsak, buni qaysi fe'llar o'lchaymiz deganda ihranjama, yahranjimu, ihrinjaman. Bunun alomati qanday bo'ldi deganda ayyakuna madihi ala 6 ahruf bi ziyadati al-hamza fi awwalihi wan nun bayna al-ayn wal lam al-ula. Bunun alomati uning mazisi 6 harf bo'ladi. 5ga hamzani ziyoda qilish bilan va nunni ziyoda qilish bilan ayn bilan birinchi lamning o'rtasiga aytaman deganlar. Bunun qurilmasi shu deganda, bunun qurilmasi mutaavaan ifodalaydi. Masalan, harjantul ibla fahranjamat. Bu to'plashdi degan ma'noda. Tuguni topildim, to'plandi. İkinci bab. İf'alalla yef'alillu if'illalan. Xuddi iqsha'arra yaqsha'irru iqsha'raran. İtma'anna yatma'innu itmi'nanan deganga o'xshagan. Uning alomati haqida endi buni nima ortiq qilinibdi? Qarab baqsaq, ta'dilga alif ortiq qilinibdi. Lamcho ikki dona lam uzun lami, ammo oxirgi lam yana takror ketdi. 3 lam ketdi. Buning oxirida lamdan birisi shu ortiq. أن ماضيه على 6 أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره. Onunki maz 6 harf buludu.
beshida hamzani ziyoda qilish bilan va oxirida ikkinchi lamning jinsidan yana bir harfni ziyoda qilish. Iqsha'arra, iqsha'arra. Iqsha'arrada beshida alif artuq, oxirida radın bir shu artuq. Bunun qurilmasi bo'lsa bu lozimni ifodalaydi, mubolag'a ifodalaydi. Iqsha'arra jildur rajuli. Laqadanning tirsi qanday qildi? Qo'rildi degan ma'noda. Qo'rildi degan ma'noda. Mana bu rubai mazidning 2 bobi. Endi bu rubai mazidning uchun mulhaqlari bor. Wal mulhaq bima zida fihi harfun wahid yati ala 5 abwab. Endi biz rubai mazidni qanchaga bo'lgan? 2 ga bo'lgan. Bir harf ortiq qilingan rubai mazid, 2 harf ortiq qilingan rubai maziddir. Endi birinchisi bir harf ortiq qilingan rubai mazidning mulhaqi. O 5 bob. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Qarang, o'xshash. Tadahraja yatadahraja tadahrujan. Xuddi tajalbaba yatajalbabu tajalbuban deganga o'xshagan. Buning alomati qanday deganda yakuna madihi ala 5 ahruf bi ziyadati ta fi awwalihi wa harfun akhar min jins lam fi'lihi fi akhirih. Onun alameti mazisi 5'da tani ziyada qilish bilan va oxirida fi'lining lamining jinsidan yana bir harfni shu ortiq qilish bilan. 5'da tafa'lala tajallaba tani ortiq qildik, oxirida ba'din birini ortiq qildik. İkincisi tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Xuddi tajawraba deganga o'xshagan. Tajawraba yatajawrabu tajawruban. Uning alomati qanday ekan? Qarab baqsaq bo'yicha ta'dim birisi ortiq qopdi. Fa bilan aynning o'tirisida vodun birisi shu ortiq qopdi. Uning alomati 5 harf bo'ladi. 5'da ta'ni ziyoda qilish bilan va fa bilan aynning o'tirisida vodun ziyoda qilish bilan uning qurilmasi lozim uchun. Mesela tajawraba zaydun deganga o'xshagan. Al-babu thalith, 3-bab tafay'ala yatafay'alu tafay'ulan. Tafay'ala yatafay'alu tafay'ulan. Uni o'lchaydigan plan tashaytana, tashaytana, yatashaytanu, tashaytunan deganga o'xshagan. Bunda nima ortiq qopdi? Ta'dan birisi fa bilan ayn o'tirisida yadan birisi ortiq qo'ygan. Uning alomati 5 harf bo'ladi. 5'da ta'ni ortiq qilish bilan fa bilan ayn o'tirisida yana ortiq qilish bilan. Bu lozim ifodalaydi. Tashaytana zayd. Zayd shaytonlik qildi degan gap. Al-babra 4-inchisi tafa'wala yatafa'walu. Tafa'ulan. Rahwaka deganga o'xshagan. Rahwaka. Uning alomati qanday? Buni nima ortiq qopdi? Ta'dan birisi va aynulan lamni o'tirsa vodin birisi ortiq. Ya'ni uning mazisi aynulan lamni o'tirsida voni ziyoda qilish bilan va shu ta'ni ziyoda qilish. Va bina'uhu lil lazim. Uning qurilmasi lozim ifodalaydi. Tarahwaka zaydun. Tarahwaka zaydun. Ya'ni minishda mayil oldu degan ma'noda. 5-bab tafa'la yatafa'la tafa'aliyan. Tasalqa deganga o'xshagan. Tasalqa yatasalqa tasalqiyan. Uning alomati 5 harf bo'ladi. 5'ga ta'ni ziyoda qilish bilan oxirida yana ortiq qilish. Bu lozim ifodalaydi tasalqa zaydun. Tasalqa deganmi? Keyniga yotdi degan. Keyniga o'ngdisiga yotdi degan. O'ngdisiga o'qildi degan. Endi bu yerda deb qo'shib bir gap. I'lam anna haqiqat al-ilhaq fi hadhihi al-mulhaqat inma takunu bi ziyadati ghayri at-ta. İlhaqning haqiqati bu mulhaqlarda faqatlam ta'dan boshqa bir harfning ortiq qilish bilan bo'ladi. Masalan, tajalbabada buning ilhaq qaysi desa, ba'ning ortiq qilishini deymiz. Ba'ning takror kelishi buning ilhaqning sifati deymiz. Ba'ning ortiq qilishi. Vatta inma dakhalat, unda o'z tanim uchun kirdi. Tanim deymiz. U tanim ortiq qilib dedi desa, ta inma dakhalat li ma'nal mutawwa. Mutawwa ma'nosini ifodalash uchun keldi deymiz. Xuddi tadahraja deganga o'xshaydi.
Nimishqa? Chunki qoida shuki, ilhaq harfi. Ilhaq harfini cho'qim nega kiradi? Ya o'ttirib kiradi, ya oxir kiradi. Beshig'ida ilhaq harfi kelmaydi. Chunki ilhaq so'zning beshida bo'lmaydi, balki o'ttirda yoki shu oxirida bo'ladi. Endi biz rubai mazidning bir harf ortiqlig'ining mulhaqini o'rgandik. Endi biz rubai mazidning ikki harf ortiqlig'ining mulhaqini so'zlasak, val mulhaq bima zida fihi harfan baba. Bu qancha bab? Ya'ni ikki harf ortiq bo'lgan rubai mazidning mulhaqi ikki bab. Birinchisi if'an lala yaf'an lilu if'in lalan. Iq'an sasa yaq'an sisu degan gap. Ya'ni bu ko'krak keri degan gap, ko'krak keradi degan gap. Buning alomati chu desak, buning nima ortiq qolibdi? Beshida hamizning birini ortiq qildik va ayn bilan lam o'rtasida nima ortiq qildik? Nun ortiq qildik. Va endi mana bu ortiq qo'g'ini, ikki harf ortiq qo'g'an ikki harf. Endi buning ilhaqqa sabab bo'lgan, ilhaq demakchi bo'lgan. Ilhaq harf qaysi? Oxiridagi lam. Lamdan ikkisi takrar keldi-ku. Demak, yig'ib hesab 3 harf ortiq keldi bunga. İkisi nima uchun? İkisi nima uchun rubai mazidga ortiq qo'ygan ikki harf. Uning birisi ilhaq uchun. Uning alomati, uning mazisi qancha harf bo'ldi? 6 harf bo'ladi. 5ga hamzani ziyoda qilish bilan va nunni aynning lamni o'tirib ziyoda qilish bilan va fi'lining lam oxirida fi'lining lamning jinsini bir harf chu, ya'ni bir harfni ortiq qilishi. Va bina'uhu li mubalag'ati. Uning qurilmasi mubalag'ati lozim uchun. Ya'ni lozimni ifodalaydi mubalag'a uchun. Qan sasar rajulu desak, ida xaraja sadrahu. Uni ko'kragi chiqsa deydi. İkinci bab if'an la yef'an li if'an la an. Mavzunuhu onun ölçümü islamqa degan ma'noda. Bu islamqa, salqa, tasalqa hammasi keyinda 10 deb qo'yilgan. Bunun alameti şu olsa yakuna madihi ala sittati ahruf bi ziyadatil hamza fi awwalihi wan nun bayna al-ayn wal lam wal ya fi akhirih. Yakuna endi uning mazisi 6 harf bo'ladi. 5da hamzani ziyoda qilish bilan va nun bilan aynning o'rtasida va nun ziyoda qilish bilan ayn bilan lamning o'rtasida va oxirisida yani ziyoda qilish. Bu lozimni ifodalaydi. Islam qazaydi. Zid o'ngdisi qanday qilib yotdi deydi. Mana bu bizning darsimizningki, ya'ni tasrif bablarininki oxirisi. Demak, biz tasrif bablarini qanday qilib bo'ldik, barliqni o'rganib bo'ldik. Endi buni o'rganib bo'lgan bo'lsanglar, ko'nikma Tövəndə ko'nikmalarni ishlaysizlar. Ya'ni uning vaznini bayon qilasizlar. Buning ishlash uslubini masalan tushuntirib bo'ldim. Oxirida buni ixchamlab bergan, ya'ni abvobut tasrif. Tasrifning boblari qancha qism? 35 bob. Tasrifning boblari. Uningdan 6si sulasi mujarrad uchun u qaysi? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Mana bu 6 bob. Endi uningdan 12si qaysi? Sulasi mazid, u qancha qism? 3 qism. Birinchisi bir harf ortiq qo'yg'ini 3 bob. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu va fa'ala yaf'ilu. İkincisi iki harf ortiq qo'yg'ini qancha bob? 5 bob. Qaysi? İnfa'ala yanfa'ilu, ifta'ala yafta'ilu, if'alla yaf'allu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu. Endi 3 harf ortiq qo'yg'ini 4 bob. Istaf'ala yastaf'ilu, if'ala yaf'a'ilu, if'awwala yaf'awwilu, if'alla yaf'allu. Endi uningdan 35 babning ichidan birisi rubai mujarrad, fa'ala yaf'alu. Onun 6si rubai mujarradning mulhaqlari, fa'ala yaf'alu deganga o'xshagan, fa'ala yaf'alu deganga o'xshagan, fa'ala yaf'alu deganga o'xshagan, fa'ala yaf'alu deganga o'xshagan va fa'ala la yaf'alu deganga o'xshagan, fa'la yaf'ali deganga o'xshagan. Endi uningdan rubai mazid chikitulik bo'ladi. Bir harf ortiq qo'ygan rubai mazid u bir bob, tafa'ala la tafa'alu deganga o'xshagan. Endi ikki harf ortiq qo'ygan rubai mazid u qaysi? If'an la yaf'alu deganga o'xshagan.
ve if'alelle yef'alillo hem de onun mulhaqları yani tedahracanın yani qaysi bir harf arıtı qoğunun mulhaqı tefa'alala yetefa'alalu tefa'ala yetefa'alu tefa'ala yetefa'alu tefa'ala yetefa'alu tefa'ala yetefa'ala mesela qabil hem de ihran cemanın mulhaqları deyilimiz iki harf arıtı qoğan if'alala ihran cema şunda iki harf arıtı qoğan rubai mazidninki mulhaqları ikki if'alala yef'alilu if'alla yef'alla deganga o'xshagan. Mana bu abvab tasrifning 35 bobi. Unda savoqlashlar bu dars intayin muhim. Buni sizlar chuqur yodlashingiz kerak. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.